Nima deysiz? Ko'raman deb. Ko'raman, erim yo'q. Ana qilayku. Menga farq qilmaydi. Kamera tushiraman deng. Ko'raman. Kelinni o'ziga ham bog'liq-da. Bog'liqda kelinni o'ziga ham bog'liq. Hammasi ham kelin mehnati bilan aziz. Keyin uydagilardan o'sha uchun aziz qilasizda kelinni qilavergandan keyin. Kim olmuş ortaya. Hani son. Şimdi yol gider. Hani usta getirdi bunu. Usta Kimga? senga. Yo'q. Charchamadingmi? Yo'q. U innamasgina birodar nima? O'zi demak rahmima ko'pirmaydi. Dadang qayerga ketdilar? Dada ham dedi. Balikka. Baliq. Nima deyapti? Balikka. Tuvalet kirib ketdi. Balikka de. Balikka. Dadang pampers olib kelala pampers. Ana. Dada dedi, yig'ladi. Dadang ketdilar dedim. Pampersing tugabdi, olib ketsinlar dedi. Qarang, tushuntirgan, qarang. To'rtta so'ring qanday. Keyin o'sha sho'rasini bo'shatingdan bakam lagan oldi. Lagan kelin o'rgani, men ko'pincha ishga ketaydim, o'zlari qilib, lekin kelinliklariga ish qilib nima o'rganib bir martaga o'rganladi o'sha narsani. Qayta takrorlamaganman. Ha. O'sha narsani o'rgandim. Shu kelinni o'ziga ham bog'liq-da. Bog'liqda kelinni o'ziga ham bog'liq. Hammasi ham kelin mehnati bilan aziz. Keyin uydagilardan o'sha uchun aziz qilasizda kelinni qilavergandan keyin. Kapkir, chulpi olib keling. Kirmaydi, jirobcha qani bir berib ishqirib bering tozalab. Qattiq zakaz tushadi. Damashini qattirdi ko'p kishi, mana qaymoqli deydi-da. Ha, olib keling. Hozir moli sut qilmayapti-ku, qaymoq nima qiladi? Yo'q, qaymoq sotib olamiz hozir mana qo'shnilarga borib. Sotib olamiz qaymoq. Rostdan ham bu qishloqda o'zi mehnatkash ekanda. Mehnatkash, hamma ayollar mehnatkash. Ha. Birontasi bekor yurmaydi. Paxta bo'lsa ham terib, chiqib, ishlab ketaveradilar. Mehnatkash hammasi. Hozirgi nimalarga uncha ish yoqmaydi-da, shuning uchun kelishmaydilar, urush boshlandi. Keyin yumchab. Kelin yopadilar, bir safar bo'ladi. Ishlarimiz uni. Navbat qilib berganmi? Go'shani yemasini qilaman. Nima bu kelin qilsin yo yangam qilsin degan gap yo'q. O'sha o'yjonga yo'qmadi, ikkaling ham kirib ketasan oshxonaga. Bittang bir kun bachalarga qara, bittang ish qil deydilar. O'shandan navbat bo'ladi. Kelisholmaganingizdan emas. Nimaga? Bo'lib men qilaman ana shunday bo'ladi-da bizga. Keyin ikkaling ham kirib ketasan oshxonaga, bo'ldi. Endi navbat qilasan dedilar. Yo'q, ham o'zlarida bo'ladi. Mana bachalar voy. Bir kuni bilan dam oladi. Usilaveradi. O'sha tursa Necha turasizlar? qiladi-da o'sha ishda. Shu qizga turamiz, ba'zi shanba yo'taman bachalarim bilan maktab o'qcha yo'q-ku. Soat 10 ga turib chiqamiz uydan.
barvaqt tursa men bilan yoniga yotaman. Kecha o'shanda da jo'natdilar. O kelin ha uyga chiqardi. Siz o'sha bilan chiqardingiz. Yasmin yotaman-da yoniga dedim. Men masalan evlariga cho'qtirib, nimaga qaynotasiga cho'qtirib nima qilib yotmayman. Nima ishingiz bor yotadi deyman. Bachasi uxlamagan chunki deyman. Nima yotibdi yotadi-da dedilar. Chiqsak ishim yo'q-da, shu bir marta bilan Namozga so'zlab qo'yadilar. Men buni sovuqqa chiqib shipirsin, yo'mir bir sovuq esa tashlaylar qilmaylar deyman. Ey siz qilasizlar deyman. Kasal bo'lsa o'zimizga jon. qaysi duolaringizga seragansilar manda qaynonam deydilar. Mayli bular shu kun tahajjudga seraganda chaqim deyman. Ularlar. Nima kerak? Har gapdan ham urush chiqaveradi. Xayri barakani yo'qotib. Nima kuni uyingga turdim deb yangalarga aytdim. Munaga o'zi barvaqt turaman, soat 7ga turaman desam, 7 barvaqtmi keling deydi. 6ga turing deydi. 6ga turib ish qilaman dedim. 7ga turaman, Nurmuhammadni maktabga jo'nataman, Rahimani bog'chaga jo'nataman. Munaga hozir masalan uyingga turib chiqdim uydan dedim. Ha deydi. O'jun yaxshilada deydi. Mehmonjonlarga. Shunikimi? Ha, bu yer qo'lanadi. Tashqarida. Sement. Dala taraf. Ha, bu qo'l daraxtlar bizaniki. Bu yog'i ham faqat yer ulanadi. Bek olib chiqing, olib ketaymi bular? Ziyodsini oling. Nima deysiz? O'tirganini oling. Hozir boraman, hozir. Endi yerga o'tdizlarmi? Endi bular nimaga o'tdi. Oling. Endi qurtdan chiqib hozir yerga o'tdilar endi. Yoshingizni aytib o'ting. Yoshim olmuş olduga. Yoshim olmuş olduga. Olmuş oldiga? Ha. Oo, maşallah. Şu olmazlar, mümkün bana ne kadar yüzümden ko'rsataman da. Men shu yoshga kirmagan pasport bilan noqonuniy gapiryaptilar deb yolg'on gapiryaptilar deyishlar mumkin. Figurem cho'tki. Chaqqongina. Biz dehqonchini balasida. Ota-onalaringiz nima ish qilgan? Ota-onam dehqonchi bo'lganlar. Ha. Dehqonni balasima. Kimsadan tashqari o'sha ishlarni ham qiladilar bular. Bitta qishloqdanmisizlar? Qo'shnimiz. Hamsi yashaydi. Ha. Qishloq hammamiz bir joyga bitta fermerga ishlab, pensiyaga chiqqanlar bular. Fermerni bari ishini o'zimiz qilamiz. Fermerni ishini hammasini ulug'bek fermer xo'jaligini hamma ishini shular qiladi, biz qilamiz. Bular pensiyaga chiqdilar, bitta men qoldim hozir. Endi men chiqaman. Orqalardan boryapsiz nasib Ha, bo'lsa. bular orqalaridan boryapmiz. Bular shogirdcha mana. Nima deysiz? Sho'raman deb. Tushiraman, erim yo'q. Ana qilayku. Menga farq qilmaydi. Kamera tushiraman deng. Tushiraman. Mayli, yaxshi ishlaylar. Mayli, rahmat. Rahmat sizlarga ham. Quvvat bersin. Iloyim, rahmat sizlarga ham. Bu birlik ishlaringizga Xudo baraka bersin. Amin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Rahmat. A'zo bo'lib qo'yinglar, duo qilib turinglar har ko'rganlaringizda. Banlaringizni o'zimni ko'ring. Amin. Kunlar qo'yoqxonangizga bo'lsin. Rahmat. Charchamang. Mayli. Salomat bo'ling. Mana qishloqdagi shunaqa mehnatkash ayollar. Dedim. Ketdik yuringlar.
Sizda olsak bo'ladimi? Sizda ham olsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Uyingizni ko'rdik, juda ham havasim keldi. Juda ham chiroyli. Rahmat. Bu kishi Hasan. Men xo'jayinim Husaynlar. Ha. Fermer xo'jayiligida ishlaydi bu kishi. Meniki. Şöyle yevriyle sıksına gargaçtı başkaça. Orayla. Kerak emas. Chunki anavda menga hozir shopir. Siz sho'pirsizmi? Qanday tam? Zo'r bu yerda. Zo'rmi? Ochiqqina. Ye. Mayli yangida bo'ring. Mama qani. Manda hozir anaqa shtativ bor. Jonli shtativ. Yo'q. Boshqasini ol. Sig'ikanda. Tarbiyadak sal salgimsiz. Bumi? Nima bo'la siqishmaymi? Tandirdan uzib yeyib ko'rmagansan-da. Faqat yoqda yeganda sen. Iliqda yeganman. Ha, iliqda yegansan. Tandirdiki boshqachada. Haqiqatan zo'r. Jonli. Yo'q qo'y tur. Xalaq beryapsan xalqqa. Men hadashlabdim. Achchiqqina qalampir suvlab. Achchiqdan-chi zo'r bo'pti-da. Yaxshi bo'lganmi? Kek deganingni. Ha, mana uylar tuzasizlar. Mana uyga Qo'yaymi bunga? Ha, mayli. keling sizlarning ketadi. Oldinroq o'taylik, yur. Arqa o'tamiz, buyoqqa kelsan. Ketdik endi. Endi yeyish qoldi. Xo'jayinizga ham rahmat aytib o'tamiz ruxsat berganlari uchun. Ha, ruxsat beraman xo'jayinim. Rahmat xo'jayinimga. Buni qilib qo'ying-da. Asli bugun ekan-ku. Kechadan buyon tursan, xayr qildinglar, ko'rmasin. Qani. Mazza bo'ladi. Obeddan keyin aka. Ko'ringlar ko'rmasin. Hozir bir minut. Bay. Orayına kalkın. Şaflo. Yürü kocaman. Zo'r. Gaplar. Shu qoqsamsa qolib ketadi. Ha, qolib ketar ekan haqiqatan. Tandirdan uzun yegan boshqada. O achchiqqinasi bor, u ham yoqadi hozir. Ajoyib. Man doyimda. Qaysiroy bo'roqdilar. Nima? Ne. Shuni mehnat qilasizlarmi, dam olishni ham O'shani bilinglar. ayting. Dam olinglar. Ha shu nima qilamiz? Biz mehnat uchun-da bular. O'zimizga yig'ib qo'yamiz shu. Yura-bera bo'lishga-da. Kerakki topsizlar shunaqa. Chimyonga. Tur. Jimyon. Pulini olaylik. Shafrojon. Ana video ko'rdilarmi deyman. O'tgan yil aytaman deganimga aytdilar, yo'q deb. Va hozir endi o'sha simtosh do'konlarini ko'rib, biz ham boramiz deb endi shart qildilar. Bu degani men ham boraman deganda, shundaymi? Shunday o'lasan biz ham borib nimaga? Uynaganlarimiz. Qani kimda davrasi qiziq bo'ladi qo'yamizki. Uyna kelaylik ijo'lagan. O'sha buni o'ylaydi, zo'r tashasida lekin. Usta o'tin lap qo'ytamiz, arqadan dili bilan uryapti. Apavaytlar keyin to'xtanglar deysiz. Men
taksi bilan boraman. Menga sandiman kerak. Bitta taksiga to'xta deydi. Shunday to'xtadi. Bu yerdan bunaqa qil. Uni seni menga bunday qiladi. To'xta. Avval so'ra. Uni so'ra dikkalar. Qo'rqma. To'rtavga 10 mingdan tushib ketsa, ha uni biza bilaman. Xola, 4 ta kishiga ishlasa pul bermaydi. Kirib qo'yamiz biza bir deb bo'ldi. Guu o'tib qo'yib biz aytdi, yo'q, avtobus yo'qda keladi. Guu o'tib yana bir qo'yamiz. Shuncha nima qiladi? O'tiyda deydi. Bir-birimizni bo'zimiz bular. To'xta. Ibi to'xta. Ibi yur. Ana shu o'g'il birimiz ana buni endi o'ylayman bari mesniki biz ham o'zimizga o'xshay ko'rlardan so'raganda biza bu avtobus o'sha yerga nimaga boradimi api sahiga desak ana yo'qdan borsa kerak deydi ular ham bizada aytsin ekan uchta to'rtta so'radi ular ham bizada aytsin ekan Boynaga o'zingizga o'xshatib o'tdingizmi? Kimni o'xshatdingizmi? Yo, chiroyli bo'lsa, yaxshi o'tirgan paytingizga o'xshaydi. Bunday paytga onasiga o'xshaydi. ular deydi Nima? Uyga chiqib bemalol uxlaydilar, kelinlar. Yaxshi-da. Qaynamisan? Apalarim gap o'rgatibdi. Men 7ni barvaqt desam hamshiralarimiz kuladi. 7 barvaqtmi kelin bir o'rtaga turar kelin degandik. Bizning barvaqtimiz 7 deydi. Qarigan cho'qqa yaraydi kelinlar. Hali sani shunday zamoning keladi. Hali men o'sha payt bilamanmi yo'qmi? Sani zamoning o'tdi. Uy yilchida deydi, uy. Ha, uy yildan keyin o'zimizda o'cha xotin bo'lib qo'yganimiz uy yilchida sog'da. Uy ekan. Xudoga yilchida sabili ekan. Hamma yaxshi nimada keldi mana Xudoga. Xudoga shukr. Shu bahona yig'ilib, jonimani olaman. Mehr-oqibat yo'qolib ketadi. Hamma uzoqlashib ketdi. Avval To'ysatdan kelgan mehmonga baraka bor edi-da. Mana avval onamlarga onam bechora bir birinchi sen birdan qilaydi-da, go'sht bo'lmasa yana bizada Amerikadagi otam ona shunday desalar xayr o'tiradi, mehmon kiraveradi-ki. Mehmon bilan birga kiradi. Mehmon bilan birga borib mehmonni qo'shiga o'tirib-oladi, hech kimga qaramaydi. Shunday o'tiraveradi. Ana shunga bizga o'tiradi. Onam qarab kino qiladi, hech kimga qaraydi. Mehmon bilan birga chiqib qo'shib ketaylik. Mehmon bilan birga yeyveradi. Qanimanda hech kimga ko'zini qaratmay, onamga o'tini ko'z tushmasligi kerak. Ko'z tushsa bunday qilalar deydi. Qaramaydi, indamay ko'rmaslik chiqqan payt cho'qringlar unday chiqib tirizadi. Bunday tirizada bunday qaraydi. Shuncha tashvish qildi. Nima tashvish? Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Nima tashvish? O'shani ayting. Bismillahirrohmanirrohim. Yedirga aytilgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salomlar bo'lsin. Rahmat, rozi bo'linglar xizmatlaringizga. Qaytganda kiringlar qay. O'zbek xizmatlari.